Amerikaga vizaga topshirasizmi? Unda siz bularni bilishingiz shart. Amerikaga topshirayotganimda menga asosan hujjatlar rol o'ynaydi deb. Yo'q, u narsa noto'g'ri narsa va shu bilan birgalikda asosiy narsalardan bittasi bu maqsadingizni va shu bilan birgalikda finansiy tomoningizni siz ularga ko'rsatib berib va shu bilan birgalikda suhbat unga qiziqroq bo'ladi va siz o'sha suhbat vaqtida viza berish ehtimoli yuqori bo'ladi. Amerikaga vizaga topshirasizmi? Unda siz bularni bilishingiz shart. Amerika Qo'shma Shtatlariga agar siz immigratsioniy vizaga topshirayotgan bo'lsangiz, unda siz o'zingiz bilan shuncha qog'oz olib kirishingiz shart emas, chunki konsul bilan bo'lgan suhbatingiz bitta-ikkita savol bilan hal bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni siz agar immigratsioniy vizaga topshirayotgan bo'lsangiz va shu bilan birgalikda siz konsulga immigratsiya qilib qolib ketaman degan savollarga javob berib hujjatlaringiz ko'rib chiqgan bo'lsa, ular siz haqingizdagi ma'lumotlarni elchixonaga kirayotgan vaqtingizda ko'pchilik o'ylaydi, Amerikaga topshirayotganimda menga asosan hujjatlar rol o'ynaydi deb. Yo'q, u narsa noto'g'ri narsa. Chunki ko'p holatda konsul bilan suhbatingizda siz bilan suhbat unga qiziqroq bo'ladi va siz o'sha suhbat vaqtida konsullar Amerikada qolib ketmasligi sizni ishontira olsangiz, sizga viza berish ehtimoli yuqori bo'ladi. Endi bular nimalardan kelib chiqadi? Bu sizning tashqi ko'rinishingiz, o'zingizni ichki xotirjamligingiz va shu bilan birgalikda qo'lingizdagi hujjatingiz bilan o'zingizdagi gapirayotgan ma'lumotlaringiz to'g'ri bir-biriga chiqishi. Ya'ni ko'p holatda bu yerda DS 160 anketalarida Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 oyga borib kelaman, 2 oy, 2 haftaga deyiladi, lekin suhbat vaqtida 1 oyga deb qo'yish mumkin bo'ladi. Yoki o'zini topagan daromadlaridan o'zi ishonmasligi mumkin bo'ladi. Va shu bilan birgalikda asosiy narsalardan bittasi bu suhbatingiz vaqtida maqsadingizni va shu bilan birgalikda finansiy tomoningizni siz ularga ko'rsatib berib va shu bilan birgalikda Amerika Qo'shma Shtatlarida qolib ketmasligingizga asosiy bitta sabab ko'rsata olganingizdan keyin sizga viza berish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu videoni albatta saqlab qo'ying va Amerikaga viza kerak bo'lgan bo'lsa, siz bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.